Assalomu alaykum aziz talabalar. Men Dino tadbirkorlik va pedagogika institutining boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Meli va Dilfuza O'rolovaman. Biz bugun boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mutaxassisga kirish fanidan milliy o'quv dasturi haqida suhbat olib boramiz. Milliy umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturining mazmun mohiyati, o'zbek tili milliy o'quv dasturi haqida suhbatlashamiz. Milliy o'quv dasturining asoslari nimalardan iborat? Demak, milliy o'quv dasturining birinchi asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi Prezident farmoni 6108 farmoniga binoan O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim, tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari nomli farmoni va ikkinchi asosimiz esa O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 6-noyabrdagi Prezident farmoni 4884. Demak, bu farmonda ta'lim, tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asos bo'la olar ekan. Demak, milliy o'quv dasturining maqsadi haqida suhbatlashamiz. Milliy o'quv dasturining asosiy maqsadlaridan biri mahalliy va global miqyosda o'zbek tilini qo'shimcha til sifatida o'qitish, o'rgatish, baholash va foydalanishga ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy, lingvistik, madaniy, ma'rifiy va siyosiy omillarni o'z ichiga qamrab olish milliy o'quv dasturining asosiy maqsadi hisoblanar ekan. Demak, milliy o'quv dasturini shakllantirishdagi eng muhim tamoyillarga to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, bulardan birinchi tamoyilimiz esa dasturni xalqaro baholash darajalariga muvofiq shakllantirish. Demak, bu baholash darajalari A1 daraja, A2 daraja, B1 daraja va B2 darajalarda baholash ko'zda tutilgan va keyingi ikkinchi tamoyilimiz esa ikkinchi tilni o'rgatish tamoyillariga moslashtirish va uchinchi tamoyilimiz ikkinchi tilni o'rgatishdagi ilg'or tajribalarni joriy etish va to'rtinchi tamoyilimiz esa o'quvchilarning yoshi, psixologik